Umuman Dubay bozorida nimalar bo'lyapti degan odamlar uchun men bir narsani o'qib bermoqchiman, qarang. 2025-yil avgustidan sentyabrgacha 19,5 ming tranzaksiya bo'libdi. 19,5 ming tranzaksiya degani 19,5 ming marta uy sotib olingan. Va ularning umumiy narxi 53,5 milliard dirham. Bu degani bir 20 milliard dollar degani primerda. Narxlarni aytadigan bo'lsak, Palm Jumeirah degan joy bor. Palmaga o'xshagan orol 2002-yilda sotuvga qo'yilgan. U joyda olgan odamlar uylari 10 barobar yoki 15 barobar narxlari o'sgan joylar ham bor. Bu joyda o'rtacha har bir kvadrat futga 6 ming dirhamdan bo'layotgan ekan villalar. Va apartamentlardan shunga o'xshagan apartamentlardan joyni eng qimmat joylarni aytadigan bo'lsak, bulardan biri Blue Waters degan joy bor. JBR Marina degan joylarda Blue Waters degan bitta orolcha bor. U yerda 5300 dirham bo'layotgan har bir kvadrat fut uchun. Bu nima degani? Dubayni o'sish trayektoriyasi juda ham katta va har xil konsultant qiladigan kompaniyalarni reportlarini o'qiydigan bo'lsangiz ham, arendalar yoki narxlar oshishi, infrastrukturalarni yoki umuman Dubaydagi odamlarni, Dubayning xullas kelajakka imенно biznes bo'yicha, infrastruktura bo'yicha yoki GDP ruschasiga VVP deb qo'yadi, o'zbekchasiga bilmayman. Yalpi ishlab chiqaruvchi mahsulotni juda ham katta planlari davlat tarafidan va ko'chmas mulk ham ularni bir ajralmas, juda ham muhim narsalardan biri. Aytganimdek, Dubayda ko'chmas mulkka qiziqqan odamlar uchun bemalol telefon qilsalar bo'ladi. Biz qilayotgan ishimiz shu ertamandan kechgacha qo'limizdan kelgan hamma yordamni beramiz, savollarga javob beramiz. Umuman nima xizmat bo'lsa, ko'chmas mulk bo'yicha bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.